Umuman onlayn darslik olmagan, niyat qilgan insonga qorong'i bo'ladi-yu, nima o'rgatadi darslikda? Tosh ko'tarishmi deydi-yu. Tosh ko'tarish emas, buni bazaviy boshlang'ichlari bor-da. Ko'p ko'raman zallarda. Novichoklar ayniqsa sovuq payti, ne to shu sovuq, issiq payti ham. Keladida gantelda ayniqsa pastdan ikkalasini podrяд tortadi. Bu juda qattiq travma beradi. Aslida darslik nimadan boshlanadi? Qaranglar. Endi ozgincha tushunchada. Bu ham bitta darslikka kirib ketadi. Bitta qo'lni tirab oldim. Mana. Bitta qo'lni tirab oldim. Bunisi bilan olishim uchun bunisi tiralib turibdi, mana безопасный положениеda belimga nagruzka tushmadi mana. Endi bu yuklamani bu yoqqa tortib turadi-yu, oyog'im joyida turibdi. Ikkinchisini oyog'imga qo'ydimda, keyin mana bel aralashmadi. Endi ikkita gantelni oyog'ini ustiga qo'yib sekin o'tirdim. Bel aralashmadi. Agar mana bunaqa o'tirsam, tez o'tirsam, sraz belga nagruzka tushadi. Tez o'tirsam, sraz belga nagruzka tushadi. Shuning uchun mana oyog'imni qo'ydim, sekin o'tirdim. Endi otib berish bitta, ikkita. Darslik degani mana shulardan boshlab o'rgatiladi bazaviy. Ozgina tushunchaga ega bo'ldinglar. Darslik qo'yib ketamiz. Qaranglar, shunaqa haftalarim bordi. Вообще тренировочный haftam. Faqat his qilish uchun ishlayman mana shu. Именно muskulni his qilish uchun. И свободный весlarda, erkin весlarda как trenajyorga o'xshab ishlayman. Masalan, hammerni xvatkasi mana bunaqa emas-ku. Mana bunaqa yo'nalish, bilasizlar, mana bunaqaroq yo'nalish. Xuddi shuni чувствовать qilish uchun ishlayman. Unaqa og'ir yuklama kerak emas. Masalan, 40 kilolik gantelda jim qilaman, toza his qilish uchun ishlayman. Hech qachon pastdan olmanglar og'ir yuklamani, tepadan olinglar. Chunki kuch ko'p sarflab qo'yamizda, egilamiz, belimizga nagruzka ham tushadi. Keyingi masala, darsliklarda shunaqa o'rgatiladi. Oyog'iga qo'yib olish kerak. O'pkani, diafragmani cho'tki qilib kislorod bilan ta'minlab, miyani. Trenajyorga o'xshab ishlab oldim mana. Mana bunaqa emas. Ощущение.